Bu ham qo'shimcha daromad manbai sifatida olinganida Xudo berib mana tug'di. Eng o'lik bozorda ham 500 ming so'm turadigan quyoningiz 6 ta, 5 ta, 4 tadan tug'ib tursa, shunaqa quyondan sizda o'rtacha 10 ta bo'ladigan bo'lsa, nasib bo'lsa qo'shimcha daromadda bu ham. Siz katta kletkada ikkita quyonimiz bo'g'oz, tug'ib turaversa, menga qarang tushim tushiraversa, yana kerak yana oshda ishi yo'q. Qiladigan mehnatingiz shuni, suvini, donini berib qo'yish kerak, vaqtida qarab qo'yish kerak bo'ldi-ku. Erini rangi ham bir xil. Qon tug'ib tursa, menga qarang ko'payib tursa, kurga qo'y, chaqpalaga aylanib turaversa, oz-ozdan bo'lsa ham zato doimiy daromad bo'lib turaversa. Nima kerak yana? Xudoga shukrda ayta mehnat qilib savob qilsa bo'ldi. Bu tomonda svetlarimizni o'rnatdik, deyarli bitdi. Buni ham bitta katta avdor qilaman, nasib bo'lsa YouTube kanali ochdim. Mendan oldin ham o'zi bir ochib yurgizayotgan shaharlik fermerda, men u meniki emas. Bitta katta masshtabli video qilamiz. Xudo xolisa bu tomon nasib bo'lsa bu yerda bitirish jarayonida aytib yurmasa deja vaqtim yetmayapti. So'kinmay turasizlar. Amadinkalarimiz valyerini haqiqiy Amazonga qilmoqchiman. Bugun gulga borganda decha ulgurmadik, biz aytgan gullarni topa olmadik. Nasib bo'lsa ertaga quvaga borib, daraxt, gul, osilchoq daraxtlarni olib kelish niyatda tutib, Xudo xolisa, Xudo nasibsa. Ko'rganda yana shu wow deb maza qiladigan proyekt qilmoqchiman, Xudo xolisa. Shunaqa quloq kalta, rangi dona-dona quyonlar hozir yaxshi sotilyapti-ku. Aytishlari bo'yicha men ham tavakkal boshlaganman.